Har bitta musulmonni Robbisiga munojat qiladigan lahzalari bo'lishligi kerak. Namozidami, tilovatidami, zikridami yoki shunday ko'chada yurib ketayotganidami. Avvalgi darslarimizda aytganmiz, ancha yillar avval munojat degan ibodat bor. Bu shunday ibodatki, Robbingiz bilan gaplashasiz. Ro'baringizda turgan odamni so'zingizni eshitayotganiga qanday ishonch bilan gapirasiz? Robbingizga xuddi shunday gapirasiz. Mashinada ketyapti, gaplashib keting. Albatta qo'l ko'tarib qiblaga qarab tahoratli bo'lishi shart emas. Robbingiz bilan xuddi sizni eshitib turganiga ishonganingizdek gaplashib ketishligingiz. Inson mana shu munojat ibodatini qilsa, qalbi quvvatlanadi. Iymoni quvvatlanadi. Zaryadga oladi bizni tilda. Buni nimaga o'xshatsa bo'ladi, bilasizlarmi? Zaryadga qilib qo'yib ishlatiladigan fonarlar bo'ladi-yu. Tokka sayib zaryadga qilib qo'yasiz, svet o'chganda shunday siz lopatadi, ko'zingizni qamashtiradi. Ammo mana shu zaryadga qilish esidan chiqib qolgan payt bo'lsa, svet o'chib qolganda shunday yoqsiz, yonadi, lekin nihoyatda bir yorug'ligi sust, zaif bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonning qalbini ham zaryadkasi bor. Bu Alloh taologa munojat qilishlik, birodarlar. Bir gaplashib ko'ring-da. Mashinada ketyapsiz, hech kim yo'q, ovozingizni chiqarib gaplashib keting. Parvardigor, shu mashinani ham yangilab bergin. Shu ko'chalarimiz ham yaxshi bo'lib qolsin. Xuddi eshitayotgandek gapirib ko'ring-da, qilib ko'ring-da, qalbingiz qanchalik quvvat olganini ko'rasiz. Ibodat, namoz, zikr, tilovat, ilm majlisi bularning barisi qalbni quvvatlantiradigan sabablar. Mana shular zaryadkalar bo'ladi. Qanchalar Alloh taolo bilan ko'p munojatda bo'lamiz, qalbimiz Allohga shunchalik yaqin bo'ladi.